Bismillah, assalomu alaykum qadrli qadrdonlar, aka-ukalar. Mana akalarim, bugun 5-may pay mushaklarimiz pishgan jarayon soatimiz xudo xolasa 5. Ajoyib bo'lib pishgan. Akalar, uzilib ketadi agar bu narsa. Mana akalar sizlarga ko'rsatishim mumkin. Go'sht qanaqa darajada pishgan deysizlar mumkin mana akalar. Butun go'sht mana. Akalar, butun go'sht. Xohlagan joydan shuni olasiz mana akalar. Bo'ldi, tamom aka. Qaysini son beraymi? Mana shu ton beraymi mana akalar? Mana. Tamom akalar. Bunisi ham xuddi shunaqa mana. O'ni qarang akalar. O'zimizning haqiqiy mesli go'shtlardan aka. Chorvani go'shtlardan, o'zimizning chorvani go'shtlardan akalar. Manzilimiz Hayitto choyxonasi. Akalar, bu tayda qolgan suvni nima qilasiz degan savolga javob akalar. Bitta aytib o'taman, akalar, buni suvni qalambi sho'roga, yana achchiq sho'roga qo'yamiz akalar. Bunaqasi yo'q akalar. Manzilimiz Hayitto. Akalar, omon bo'linglar. Xizmatda endi o'zimiz. Kelaverasizlar.